Balangiz 1 yoshdan o'tdimi, lekin hali yurmay turibdimi? Bu hamma ham kechikishda deb aytilmaydi. Ko'pchilik ota-onalarimiz darrov xavotirga tushadi, lekin bu hamma ham patologiya hisoblanmaydi. Bolalarimizni katta ko'pchiligida 9-18 oyligigacha yurishi bu norma hisoblanadi. 1 yoshdan o'tdi bolam, u hali yurmadi degani bu kechikish hisoblanmaydi. Qachon farzandingizga e'tiboringizni kuchaytirishingiz kerak? Agar farzandingizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, unda harakatlar kam bo'lsa, oyoqlari juda bo'sh bo'lsa, yurishga, o'tirishga, emaklashga harakati kam bo'lsa, shu holatlarda farzandingizga e'tiboringizni kuchaytirishingiz kerak. Farzandingizga massajning foydalari. Farzandingizda qon aylanishi 8-10 barobargacha kuchayadi, miyaga yaxshi kislorod yetib boradi, immuniteti ko'tariladi, uyqusi yaxshilanadi, uxlab turgandan keyin harakatlari ko'payadi. Ayniqsa oyoq va bel mushaklari yaxshi ishlashni boshlaydi. Farzandingizga faqat massaj emas, unga elska mashqlarini ham ko'rsangiz, natijasi tezroq bo'ladi. Agar sizning ham farzandingizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, mutaxassis ko'rigiga borishingizni tavsiya qilaman.